Hammaga salom, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozir yo'lovchi bilan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerga ketasiz? Astonaga. Astonaga o'zida. Astonaga bilet narxlarimiz qancha bo'ladi? 515 ming. Biletni asosan qayerdan xarid qildingiz? Kassada. O'zi siz biletni qanday topib keldingiz? Oldin Siz orqali yo'q. Amondan Instagramdan ko'rdim, videosi chiqib chiqdi. Shuni qarasam sharoitlar yaxshi ekan. Telefon qildim. Kassaga boring dedi, bilet oldim. hozir Siz aytgan bo'yicha sharoitlar bor. bor. Reklama Hozir jarayonlari bor. Birozdan so'ng o'zingiz chiqib, demak, ko'rishingiz ham mumkin. Sizga orqa tilaymiz. Xudo xohlasa eson-omon yetib olasiz. Rahmat. yana sizga ham. Rahmat kattakon. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Yoki ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofada turib joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.